Assalomu alaykum Tirlish to'pidagi qarindoshlar. Assalomu alaykum Qurbonjon Isomiddin efendim. Oldi bilan sizning so'rgan savolingizga bir kirish sifatida javob beray deb o'yladim. Eh, Tarix degan nima degan savolni mendan hozirgacha bir odam so'rab boqmagan bu savolni. Va xush bo'ldim bu savolni so'raganingizga. Chunki tarix yozishning o'zi bir ayrim kesib, tarixni qanday yozamiz, qanday tadqiq qilamiz, qaysi shaklda o'tirib qo'yamiz degan bu ishning o'zi ayrim bir kesib, tarixni tadqiq qilishning o'zi u ayrim bir kesib. Ko'pincha universitetlarda shunga bu ikkisini cho'qim universitet o'quvchilariga tarixni qanday yozish, tarix manbalarini qanday tadqiq qilish, qaysi shaklda manbalardan qanday foydalanish, to'g'ri bilan xatoni qanday ayirish qatorliq nurg'un masalalarda tarix yozishni o'rgatish bu metod manbalarning tadqiq qilinish masalasida bu bek muhim masala. Buni universitetda tarix kesibida o'qiganlar o'tadigan bir dars bu. Shunga tarixni tarixchi bo'lmagan odamlar tadqiq qilgan vaqtida bu metod usul masalasiga sal qaraydigan bo'lganligi uchun bu yerda shu metod usul va tadqiqot usulidagi ba'zi xatoliklar o'tirib chiqib, xato yakunga erishib olgan ish ko'p uchraydi. Shunga tarixni shu metod va usuli bo'yicha dunyoning akademik seviyesi bo'yicha, ölçüm bo'yicha tadqiq qilgan bir masala. Yevropada bu 18. asrning oxiridan boshlab xeyli kuchli bir şekilde hozirgi akademik tarix tadqiqotining ulu o'ltiruqliq bo'lib Yevropadagi Rönesans ulus millatchilikning taraqqi qilishi bilan ularning o'zininki yıldızını izlash jarayonida tarixninki qanday tadqiq qilinish masalasiga nisbatan dunyoning hamma yerlariga degandek berib ko'rib tadqiq qilib bu asta-asta dastlabki bir orientalizm bilan boshlangan bo'lsa-mu, keyin bu asta-asta taraqqiy qilib haqiqatan ilmiy akademik tarixchilik dunyoda xeyli yuqori bir seviyaga ketdi. Ama bu bizde bu ish ta'tir ketib qoldi bu tarix masalasi. Bu devletden siyaseti bilen bevosita munosabatli bir millatning taqdiri masalasi, siyosiy ahvoli bilan bevosita munosabatli ish bo'lganligi uchun har qanday bir hokimiyat tarixni kontrol qilish, ya'ni tarix yozishni kontrol qilishga tirishadi. Bulupmu tamamen demokratik bir seviyeye erişip bulanmagan yoki ulusluş jarayonini tamamlab bulanmagan veya ki diktatör tüzümdeki devletler veya ki besilingan yerlerdeki devletler şu yerden tarihi münasebetlik narsalarni o'zininki erişmekçi bo'lgan nishoni qarta yazıdı. Bu tarix bo'lmaydi, bu bir siyaset meselesi bo'ldi. Yani biz bu yerda tarix degan narsa asosan men tarix deyotgan narsa bu akademik tarixchilikni ko'zda tutadi. Chunki dunyoda har ko'pincha yerlarda bu şu tarix meselesinden nurg'un masalalar mavjud bo'lsa-mu, ammo akademik dunyoning o'zida mustaqil holatda bu tarix tadqiqoti ilib berilyotdi va ketyotdi. Tarix degan nima degan savolga bek uzun cevap berish to'g'ri, qisqalam cevap berayman. Bu asosan bu akademik tarixchilikninki kategoriyasidagi tarix degan nima degan insonlarning keçmişe ait ma'lumotlarni yoki xotir ostiga ilingan ma'lumotlarni tadqiq qilib chiqarish. Bu tarix degan bu yani bu insonlarga ait bo'lgan va insonlarning yiziq qo'llanish davridan boshlab kunimizga qadar davom qilgan qo'lda tutqul bo'lgan, ko'zda ko'rgil bo'lgan ve o'qib tushangil bo'lgan bu shu yiziqqa munosabatlik chiqqan narsalar tarix bo'ldi. Bu endi yana bir insonlarga munosabatli bo'lish kerak. Insonlarga insoniyat dunyosiga munosabatli bo'lish kerak. Bu ikkisi bo'lganda tarix bo'ldi. Bu ikkisining o'rtasidagi munosabat. Ya'ni insonlarga munosabatli bo'lmaganni tarix demaymiz. Ve bu cho'qim bir manbaga tayangan bo'lish kerak. Bu manba meselesi mi? Şu devirden özüdeki manbalar hammadan muhim. Şu devirden özüdeki manbalarga qarta andın tarixdagi masalalarga tarixchilar objektiv bir şekilde muomala qilib, to'g'ri bilan xatoni, ya'ni shu manbalar o'rtasidagi munosabatlarga qarta ayirib o'tirib qo'ya olamiz bu masalani. Birinchi savolingizga bu şekilde javob bersam, yaqinqi 200 yillik tariximizni yoritib beradigan ixcham tarix kitoblar. Men Uyg'urlarga o'quvchilarga deydigan kitoblarim boshqa, ama Uyg'urlarga deydigan yani bizning vatandoshlarga deydiganim bizning klassik eserlarni cho'qim boshda bir o'qib o'tish kerak deb
şunu oylayman. Çünkü klassik eserlerin hemmisi şu devrin özüde yazılgan eserler. Tarihi Hamidi bunun birinci urunda Katar'ın birincisi kildiğin kitap benim nimemden Tarihi Hamidi. Tarih Hamidi'ni okuş gerek. Tarih Hamidi'ni okugandan keyin onun ahırdan başlap beşiğe qaytsak Tarih Reşidi'ni okuş gerek. Andan Yarkent Xanlığı devri yazılgan başka tarih kitapları var. Bularni yaxşı okuş gerek. Hocalar devrinden kalgan bazı kitaplar var. Bularning içinde nurgun qalaymiqa mazmunlar mevcut. Mesela Appa Hoca tezkirisi var. Onundan başka nurgun tezkirler var. Bularni okuş gerek. Bularni okup şu kallımızda bunu aniq tefekkürünü yaxşı yürgüzüp nimelerinin qaysi şekilde deyilayotganligini bulup şu Appa Hoca devridagi eserlerde Yarkent Xanlığının keyinki devirlerde yazılgan eserlerge qarash kerak. Onun kendine akademik eserlerini çoxum qaysi tilni yaxshi bilse, Uyg'urcha deb ko'p akademik eser chiqmadi, afsus. Qaysi davlatda yashasak yoki qaysi tilni yaxshi bilsak, shu tilninki akademik xalqaro o'lchamga loyiq yozilgan maqolalar, kitoblarninki mazmunlarini o'qish kerak deb qarayman. Şu devirge qarta o'xshamaydi. Kimning maqolasini o'qish, kimning kitobini o'qish yoki qaysi davrni o'qish degandek masalalar. O'shunchalik qisqa javob beray. Uzrab ketmasin so'zim.